Assalomu alaykum barchaga. Hozir sizlar bilan ko'zimizning refraksiyasi, ya'ni atrof muhitdagi yorug'lik nurlarning uning optik sohasi orqali jamlanib to'r pardada sindirish qobiliyati haqida gaplashamiz. Demak, tashqi muhitdan tushayotgan yorug'lik nuri barchasi to'planib to'r pardaning ko'rish markazi makulada jamlanib sinish qobiliyati ko'zimizning refraksiyasi deb ataladi. Bu normadagi ko'zimizning refraksiyasi hisoblanadi. Hozir sizlar bilan ketma-ketlikda barcha anormal, ya'ni refraksiyadagi xato holatlar haqida gaplashib chiqamiz. Demak, birinchi holat oddiy miopiya. Oddiy miopiya nima degani? Tashqi muhitdagi yorug'lik nuri jamlanib, hammasi bitta nuqtada. E'tibor bering, barcha yorug'liklar bitta nuqtada sinyapti. Aynan shuning uchun bu oddiy miopiya deyiladi. Lekin sinish nuqtasi to'r pardada emas, ungacha bo'lgan masofada, ya'ni to'r pardaga yetmasdan sinyapti. Shuning uchun ham ko'rish markazi miyamiz o'ziga kerakli bo'lgan tasvirni hosil qila olmaydi va natijada xira ko'radi. Bu holat oddiy miopiya deb ataladi. Bu holatning asosiy sababi ko'rishning normadan ko'ra uzunroq bo'lishi. Ya'ni to'r parda odatdagidan ko'ra uzoqroq masofada joylashgani uchun sinish nuqtasi ungacha bo'lgan masofada joylashyapti. Demak, ikkinchi holat oddiy gipermetropiya. Bu holatda tashqi muhitda yorug'lik nurlari optik sohadan o'tib bitta nuqtada sinadi. Shuning uchun ham bu yana oddiy gipermetropiya deyiladi. Lekin sinish nuqtasi to'r pardada emas, undan o'tib sinayotgani uchun yana ko'rish markazimiz o'ziga kerakli bo'lgan tasvirni hosil qila olmaydi va natijada yana xira ko'ramiz. Bunga sabab nima bo'lishi mumkin? Bunga sabab shoh pardadagi o'zgarishlar yoki ko'z olmasining normadan kaltaroq bo'lishi. Ya'ni sinish nuqtasidan ko'ra to'r pardamiz oldiroqda joylashib qolayotgani uchun yana refraksiyamizda xatolik yuzaga kelyapti. Uchinchi holat oddiy miopik astigmatizm. Oddiy miopik astigmatizmda nima kuzatiladi? Demak, tashqi muhitdan tushayotgan yorug'lik nurlarning ba'zilari to'r pardada sinadi. Lekin shoh pardaning shakli o'zgarganligi hisobiga ba'zi nurlar to'r pardaga yetmasdan sinadi. Ya'ni ikki xil sinish nuqtasi hosil bo'lyapti. Buning asosiy sababi shoh pardaning sferiklik xususiyati, ya'ni shoh pardamiz shunaqangi aniqlik bilan sferik shaklga egaki, ba'zi hollarda shu asferik holatga o'tib qoladi va shoh pardamiz anormal holatda refraksiya berishni hosil qilib qo'yadi. Buni to'g'rilash uchun shoh pardaning ba'zi qismlariga optik linzalar yordamida aynan shu to'r pardagacha yetmagan nurlarni jamlab bu yerga olib kelamiz. Aynan shu holat ko'rib turganingiz bu oddiy miopik astigmatizm deyiladi. To'rtinchi holat oddiy gipermetropik astigmatizm. Ya'ni tashqi muhitdan kelayotgan yorug'lik nurlarning ba'zi guruhlari to'r pardadan o'tib sinadi. Ba'zi yorug'lik nurlari esa to'r pardaning o'zida sinadi. Aynan to'r pardada sinayotgan nuqta kerakli tasvirni hosil qila oladi, lekin to'r pardadan o'tib sinayotgan nuqta esa bizga xira tasvirlarni beradi. Buning ham asosiy sababchisi aynan shoh pardaning asferikligi. Bularning barchasi shoh pardaning ba'zi bir zonalardagi refraksiyani, ya'ni nur sindirish qobiliyatini o'zgarganligi sababli bo'ladi. Beshinchi holat, ya'ni murakkab miopik astigmatizm. Bu refraksiya holatida nima kuzatiladi? Tashqi muhitdan kelayotgan yorug'lik nurlarning bir guruhi to'r pardagacha bo'lgan masofada yaqinroq, lekin yana bir guruhi undan ham uzoqroq masofada sinishi. Ya'ni ikkita guruhning ikkalasi ham to'r pardaga yetmasdan, lekin
ikki xil masofada sinishiga aytiladi. Aynan shu holat murakkab miopik astigmatizm deyiladi. Buning ham sababchisi shoh pardaning deformatsiyasi, ya'ni asferik holati hisoblanadi. Aynan shu refraksiya turining shu holat sababli biz ko'zoynaklarga retseptni ikki xil sferik bir xil miopiya, ya'ni minus dioptriyda va yana bitta silindrikda boshqa bir ko'rsatkichdagi minus dioptriydagi retseptlarni berishga majbur bo'lamiz. 6-chi holat murakkab gipermetropik astigmatizm. Bu holatda nima kuzatiladi? Tashqi muhitdagi yorug'lik nurlarning bir guruhi to'r pardadan uzoqroq bo'lgan masofada sinishi va yana bir guruhning sinish nuqtasi undan ko'ra yaqinroq, lekin bu ham to'r pardadan o'tib sinishiga murakkab gipermetropik astigmatizm deyiladi. Bu holatning ham sababchisi shoh pardaning deformatsiyasi hisoblanadi. 7-chi holat aralash murakkab astigmatizm. Eng murakkab refraksiya turi hisoblanib, bundan nima kuzatiladi? Demak, tashqi muhitdan kelayotgan yorug'lik nurlarning bir guruhi to'r pardadan o'tib, yana bir guruhi esa to'r pardaga yetmasdan sinish holati aralash murakkab astigmatizm deyiladi. Bu holatning ham asosiy sababchisi shoh pardaning deformatsiyasi, ya'ni asferik holati hisoblanadi. Refraksiyaning 8-chi holatini biz uning anormal holati deb qabul qila olmaymiz. Bu faqatgina refraksiyadagi bir holat, ya'ni sog'lom odam barchasida kuzatiladigan holat hisoblanadi. Lekin buni tushuntirish uchun alohida keyingi videoda gaplashamiz.